Lagon brendiga judayam chestnoy отзыв. Shu piramidani olib tashlab bitta-bitta ko'rsataman. Birinchisi eng yoqtirgan narsam gidrofilniy masla. Buni oxirigacha tugatdim va srazu yangi zakaz qildim. Bu hayotimdagi eng yumshoq hamda ko'zimni achishtirmaydigan gidrofilniy masla. Menimcha hamma yuzga ham tushib ketadi, особенно porelarni juda ham zo'r tozalab beradi. Ko'p gapirmayman chunki video juda ham uzoq bo'lib ketadi. Bu krem ishlatganingdan keyin boshqa krem ishlata olmaysan deganlarga ishonmasdim. O'zim ishlatib ko'rmagunimgacha juda ham zo'r namlantiradi, lekin jирный blesk qilib qo'ymaydi. Unaqa zo'r glow skin beradi hamda porelarni zabit qilmaydi. Bu men uchun eng главныйsi. Yana bitta legendani ko'rsataman. Bu penkani ishlatmabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar. Bu hayotimdagi eng yumshoq tozalovchi hamda yuzimni torttirmaydigan eng zo'r penka desa ham bo'ladi. Agar byudjetni zo'r, yuzinglarni torttirmaydigan penka qidirayotgan bo'lsanglar, shuni olsanglar bo'ladi va juda ham uzoqga yetadi. O'zim 1,5 yildan oshiq ishlatganman. TikTokda juda ham zizdaga aylangan shu gliniная maska. Bu maskani ishlatganingizdan keyin porelar ocharadi hamda yuzinglar juda ham yumshoq, silliq bo'ladi hamda yuz yog'li qizlarga sebumini kontrol qiladi va yuzinglar chaqaloqlarning popkasida yumshoq bo'lib qoladi. Bu sivırtkani anchadan beri ishlataman. Ko'p qizlarda ko'rgan bo'lsanglar, juda ham zo'r namlantirib beradi. Ishoninglar, bitta surasizlar, bittada effektini ko'rasizlar. Yuzinglar juda ham qurib qaqshab ketayotgan bo'lsa, mash sivırtka bilan anu kremni ishlatsanglar, menga rahmat deysizlar. Bu niatsinamitli sivırtka. Bu sivırtka haqida ko'p gapira olmayman chunki endi ishlatishni boshladim. Hamda tonerni hamda shu toner padlarni menimcha buni juda ham ko'pchilikda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Ko'p blogerlar reklama qildi. Qaranglar, ichidagi sivırtkasi qanaqa ko'pligini. Kstati, SPF'larini ham hammasidan ishlatganman. Eng yoqqani stikli SPF bo'lgan, u hozir mashinamda. Videom yoqqan bo'lsa, like, kommentariy kutib qolaman. Keyingi brend qaysi bo'lishini xohlaydingiz kommentariyaga yozib qo'ying.